İşte o rolik lastik açtı, bu delik etmezden masala. Stop takalım. Misafirler de var. Bir yerdeki yazı bir yakın var da. Stopperga takalım. Yakar. Nima qilyapti? 250. Tojikiston qanchaga ketyapti deydi. Ya endi Qishloqda deydi. burilib o'shani qilamiz-da. Qishloqdan. Chorvoq qishlog'i. Qancha to'g'ri? Bu nechada uzunligi bu? 250 cm. 250. Uzunlar sanat oq. Bu yoqda to'xtaydi, ha? Tepasida. Tamam. Yüzmeyiz. Ha, burası şuna bak. Şuna göre. Bor. Hozir. Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa stanogimizni bo'lingan holatda Tojikistonga jo'natyapmiz. Xo'sh, narsalarni yuklab bo'lgandan keyin xayolga kelibdi video qilish. Illashyapti, короче. Illashyapti.
15 million so'mlik stanogimiz o'zi aslida 15 million so'mlik stanogimiz. Nasatkalari o'zi esda bo'lsa agar mabodo 2 ga 2 profil, 1.5 ga 1.5 profil, 4 ga 2 profil nasatkalari bor edi. Qolgan nasatkalari turbaga mo'ljallangan edi. Endi hozir 30 lik nasatkasi turibdi, shu turbaga mo'ljallangan. Qo'shimcha nasatkalardan Silvani yakkalik juftlik nasatkasidan zakaz berishdi. Xo'sh, 1.5 ga 1.5 qilib solingan. 2.5 ga 2.5 yakkalik nasatkasi bor. 2.5 ga 2.5 profil nasatkasi yakkalik holatda zakaz berishdi. Undan tashqari 2.5 ga 2.5 da katta 41 diametrda tayyorlab berganimiz ham bor. Mana yerda turibdi ekan. Mashta turibdi ekan mana. 2.5 ga profil nasatkasi katta holatda o'sha 41 diametrda o'zlarini chiqaradigan narsalari bor ekan, shunga mo'ljallab tayyorlab berdik. O'sha stanok butun holatda ramasidan kesib olindi, sababi akalar uyga olib borib o'zimiz montaj qilamiz, o'zimiz stanokga o'zimizning xohishimizga ko'ra razmerini o'zimizga keltirib olamiz dedi. Shu stanokdan kesib olindi. 15 million so'mlik stanogimiz, imkon boricha montaj jarayonida o'sha rasmini ham qo'yishga harakat qilaman. O'sha stanokda 4 ga 2 profili, 2 ga 2 profili bo'lardi bu yerda. U yerda 1.5 ga 1.5 profil nasatkasi, 4 ga 2 profil bukaydigan, 20 lik turba bukaydigan, 30 lik diametrli nasatkasi, 46si 41 bo'lardi. Qo'shimcha silva nasatkasini yakkalik juftlik holatda olishdi va 2.5 ga 2.5 yakkalik nasatka bilan 2.5 ga 2.5 41 diametrda katta nasatkasini olishdi. Shu zakaz bo'yicha tayyorlab berdik. Stanok tayyor holatda bukib obrazet sanab ko'rilgan, faqat ramasini o'zi qolyapti. Doskasini ham qo'shib beryapmiz. Betida razmerlari hamma narsasi chizilgan, faqat hozir qirilmasinga ikkalasini bir-biriga qaratib qo'yganmiz. Xo'sh, o'sha holatda zakaz asosida kelishilgan holatda tayyorlab beraveramiz. Libo aytgan narsalarni, masalan, profil bukaydigan, turba bukaydigan, hozir danli momentda bizda yalpoq turbaga zakaz bo'ldi. Yalpoq turbaga ham nasatkalarni olib kelib tayyorlab qo'ydik. Faqat ispitaniya qilib ko'rsak bo'ldi holatda. Xullas, masjidga keluvdi. Endi hozir allashib yotibdi ichida, mana bu yerda ekan. Ko'rsatamiz buni ham. Nasatkalar turidan bor. Shu zakaz asosida qilinaveradi, qaysi bo'lsa. Yalpoq turbani nasatkasi faqat yalpoq turbani imkon boricha ichiga itarmasdan buksin dedi. 4 ga 2 profilimiz mana bunaqangi ichkariga itarib bukadigan holat bo'ladi. Shuni 4 ga 2 ga o'xshagan razmerda u ham 4 ga 1.5 santimetrda bo'ladi. Yalpoq turba endi avalniy turbada, endi tushungan bo'lsang. Shunaqangi holatga bo'lyapti, xudo xolasa. Zakaz asosida tayyorlab beraveramiz. Stanok qaysidan kerak, qanaqa nasatka kerak, o'sha bo'yicha qilib berilaveradi. Razmer katta kichikligiga qarab hisob kitobini qilib beraveramiz, xudo xolasa. Xo'sh, danli moment o'sha tayyorlangan stanogimiz o'shanaqangi zborniy holatda razborka qilinib, xullas Tojikistonga ketadigan holat bo'ldi. Narsalar polni yuklayapmiz. Endi buni Tojikiston kargosiga olib borib bersak, xudo xolasa, ishlar bitadi shu bilan. Telefon qilib biz bilan bog'lanaverasizlar bemalol 99 610 38 63, 94 410 38 63 telefon nomerlari. Bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizga kerak ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bo'yada tumani, Kamar qishloq mo'ljal arendamiz 3-maktabning ichida. Xo'sh, telefonlarimiz 24 soat ishlab turadi. Faqatki holatda ba'zi bir holatda telefon ko'tarilmay qolyapti, iloji yo'q. Rulda bo'lgan holatda telefon ko'tara olmayman. Shuni hisobiga telefon qilganlaringda ko'tarmagan taqdirimda ham 1 soat yarim soat razitsiyasida o'zim qaytarib telefon qilaman. Bo'lmasa Telegramdan yozinglar, yo bo'lmasa WhatsAppda yozinglar, javob qaytaramiz imkon boricha. Bu stanogimiz o'sha mini stanok, ratan to'qima stol stullari uchun mo'ljallangan. 3 xil dizaynda ratan to'qima stol stullarni chiqaradi. Undan tashqari qo'shimcha kreslo stulni ham chiqaradi. 4 xil jami dizayni. Bu stanogimiz xudo xolasa Samarqand Urgut tumaniga jo'natiladigan stanok. Egasi o'sha amaliyot o'tayapti hozir. To'qish jarayonlarini qo'lni o'rgandi. Karkas jarayonini o'rganyapti. Stanogimizda polni obzor mana shunaqangi razmerlar hammasi yozilgan bo'ladi. Ispitaniyadan o'tgan shablon qoliplari bo'ladi. Stanoklarimiz turi bor. Bizda hozir stanoklari mana shu stanogimiz 10 million so'm bo'ladigan bo'lsa, eng oxirgi modeldagi stanogimiz 28,5 million so'mgacha bo'lyapti. O'sha 28,5 million so'mga chiqarib turgan stanogimiz 2 ga 2 profil, 1.5 ga 1.5 profil, 2.5 ga 2.5 profil, 4 ga 2 profil, undan tashqari 20 lik turbani bukaydigan, 20 lik turbani sindirmay bukaydigan kichkina diametrdagisi va undan tashqari 15 lik turba nasatkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Ofisning silva stulini chiqarishga ham mo'ljallangan bo'ladi. Endi maktab parta stol stullarini qilaman deydigan bo'lsangiz ham, ofisning silva stullarini qilaman deydigan bo'lsangiz ham, ratan stol stullarini qilaman deydigan bo'lsangiz ham, polniy obzor hamma narsasi chiqadi, xudo xolasa. O'sha ratan stol stullarni ham 6-7 xil modelini chiqaradigan qilganmiz o'sha stanogimizda. Bundan oldingi videolarda yukladik, bittasi Qozog'istonga, bittasi Xo'jayli shahriga ketdi adashmasam, o'sha videoni ko'rgan bo'lsalaring, o'sha videoda stanokni o'zini ko'rsatmaganmiz, lekin ma'lumotini berganmiz qo'ldan kelgancha. Mana shunaqangi holatda zakaz asosida bergan zakazlarga qarab turib tayyorlab beriladi. Stanoklar misol uchun masalan mini stanoklar bor. Nasatka holatida olaman deydigan bo'lsangiz 18 diametrlik nasatkamiz hozir ko'rsataman.
18 diametrlik mana juplanadigan holatda turibdi bu. Shu holat bo'ladigan bo'lsa 2,5 million so'm bo'ladi. Abdelli bir tomonni o'zi bo'ladigan bo'lsa 1 million 200 ming so'm bo'ladi narxi. Zakaz asosida tayyorlayveramiz. Mana 4 ga 2 profil nasatganmiz 1 million 400 ming so'm narxi, 1 million 250 ming so'mga qilib beraveramiz buni ham. Zakazga qarab ishlanaveradi. 30 lik diametrda bo'ladigan bo'lsa, bitta o'zi bo'ladigan bo'lsa 1 million 400 ming so'm. Shu jup holati 2 million 800 ming, 2 million 700 ming so'mga tayyorlab beraveramiz. 46 diametrlik nasatkamiz bor. 46 diametrdagi nasatkamiz 2 million 600 ming so'mga chiqadi. Yakka plankali 08 stol-stollar bukishga mo'ljallangan, turbalar bukishga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari 41 diametrligimiz bor. 2 million 300 ming so'm narxi. Xo'sh, 41 diametr mayda tayyor holatini ko'rsatib qo'ya qolaman. Mana shunaqangi nasatka deganda, misol uchun hamma har xil tushunadi. Misol uchun nasatka deganda biz mana shunaqangi holatni tayyor holatini beraveramiz xullas. Razmer chizilmagan bo'ladi xolos. Ispitaniyasini o'zlari qilib oladi, lekin bu yerda turbani sindirmay bukyapti, qanaqa holatda bukyapti, shunaqalarni tekshirib kontrol qilib qo'ygan bo'lamiz. Xullas sizga olib borganingizdan keyin ishni pochoq qiladigan holat bo'lmaydi-da. Shunaqangi holat bo'ladi. Zakaz asosida aytgan narsani qilib beraveramiz. Manzillarni yana bir bor eslatib o'taman. Farg'ona viloyati Bo'yada tumani Kamarqishloq mo'ljal rentimiz 3-maktab ichida. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan men Do'ppili yigit, Dima Inventor Dilmurod Polvonov bo'ldim. Manzillarda eslatib o'tdim sizlarga. Telefon nomerlar imkon boricha ekran betiga yozishga harakat qilamiz. Yo bo'lmasam opisiyaniyada yozilgan bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizga kerak savol-so'roqlarni berasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Dilmurod Polvonovman. Salomat bo'linglar hammalang. Mana aholisi to'qima stol uchun mo'ljallangan mini stanogimiz. Nasatkasi 3 ta, qiymati 10 million so'mlik. 30, 41, 46 nasatkalar bilan ta'minlangan. Ektra dizayn to'qima shablon qalibini berganmiz. Deco Milano, Deco Diwali variantini chiqaradi, keyin Crystal stolini chiqaradi. O'shanga mo'ljallangan. Zakaz bo'lsa bemalol telefon qilaverasiz, sizlar ham.